Assalomu alaykum. Yangi bozordan chiqib kelganda parkentdan tushib kelishdi. Shirinbuloq choyxonamiz bor. Shirinbuloq choyxonasining mahallasiga kirganda choyxonadan kelaverish birinchi ko'chadan o'ng qo'lga. Birinchi ko'chadan kirib borilganda, mahalladan kirganda chap qo'ldagi birinchi uy. Yer sotilar ekan. Yerimizning chegarasi mana shu Semondan nariyoq tarafi bo'lar ekan. Sotig'iga keladigan bo'lsa 5 sotiq deyilyapti, ya'ni o'lchaniladi. Dala hovlining ichida bog'dorchilik hamma narsalar mavjud, anjir, gilos. Plyusiga mana bitta ikkita xona bor. Chiquvchilar uchun shu yerdan eshik ochib beriladi.